Va nihoyat biz buyurtma asosida tayyorlangan kafe barlar uchun yumshoq mebellarimizni olib kelib joyiga o'rnashtirdik. Demak, bu manzil Andijon viloyati Xonobod tumanidagi yangi qurilgan katta yo'lning bo'yidagi kafelarga buyurtma asosida tayyorlandi. Demak, ko'rib turibsizlar, xonalarni ham juda ham ideal holatda yevro remont qilishgan. Juda ham chiroyli, pardalar ham ajoyib. Bizning yumshoq mebellarimiz odamlar uchun. Bular 6 kishilik. Demak, u tomoniga 3 kishi, bu tomoniga 3 kishi. Stoli 1.60 ga 80 sm, MDFdan, balandligi 72. Materiallarimiz mo'yshi material. O'tiradigan joylari 22 litrdagi machalkadan. Yog'ochlari sasna, karkas MDF shu bilan qatirilgan. Juda ham chiroyli tushdi. Kimga mana shunaqangi yumshoq mebellar kerak bo'lsa, bemalol Beshtarak mebel jamoasiga murojaat qiling. Albatta tayyorlab, yetkazib, o'rnatib beramiz.